Avtomobillari metanda yuradimi? Aka yurganda ham surib qo'yadi. Ahamiyat berib qo'yasiz. O'zi bu avtomobillarga nima uchun hozirgi kunda hamma propan metanga o'tib ketmoqda? Aka ishoning, siz toza benzin topishingiz qiyin. Toza benzin bo'lmaganining hisobiga notoza benzinda buni napralashalar qisib qoladi. Ya'ni motoringizga juda ham katta zarar kelishi mumkin. Toza benzin bo'lmasa, toza benzin topib bersangiz endi muammo yo'q. Endi toza benzin kamida 13 ming, 14 ming. O'shandan ko'ra eng ekonomikni propan qo'ysangiz bo'lmaydimi aka? Xohlasangiz metan, xohlasangiz propan qo'yib beramiz. Xo'p, Kia Sonet avtomobiliga mana shu avtomobilga ideal holatda metan ustunovki, bunisiga propan, Tracker Legenda avtomobilingizga super chegirma narxida propan ustunovka qilib bermoqdamiz. Aka shuning uchun aytyapman, siz obuna bo'ling va Cobalt avtomobiliga ham mana silindroniy balon ustunovka qilib beryapmiz. Aytasiz-ku, ishlariga garantiyami, javobmi deysiz. Agar garantiya bo'lmasa, mana shuncha mashina bizga keladimi? Aka o'zingiz o'ylab ko'ring, bir kunda 20 tagacha mashinaga ustunovka qilib beramiz. Ya'ni ideal holat. Damasga ham hatto hid chiqmaydigan qilib ustunovka qilib berdik. Aka qanday yurdi? Yaxshimi? Xo'p, qayerdan keldingiz aka? Toshkent. Yurishdan ko'nglingiz to'ldimi? Ha, çok güzel. Benzinda yurib. Kelish tavsiya berasizmi? Ha. Mana akalar, go'zallikka ahamiyat bering. Mana farsunkalar joylashtirganimizga, Nurut skarasning farsunkalari bilan nano bloklar bilan qo'yganmiz, chek yonmaydigan qilib. Bu videoni maksimum barcha propan yoki metan qo'ymoqchi bo'lganlarga yuborib qo'ying. Agar sifatli xizmat kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga kelavering. Pastda lokatsiya va ma'lumot uchun nomer qoldiramiz.